здесь, конечно же, мы ждем ваших аплодисментов, потому что ровно год назад Крым вновь вернулся на родину, друзья! Крым вновь присоединился ко всем субъектам Российской Федерации! Здравствуйте, друзья и соотечественники! Сколоченные шакалами и гиенами вооруженные готовились к расправе над мирными людьми и прежде всего над крымчанами. Разве можно было такое допустить? Это в принципе невозможно. Законная власть снесена, и Крым, Севастополь встали на свою защиту. Они поднялись. Честь им и слава за это! Честь и слава! Мы вместе! Elvira bugün mana nende kun bugün sizning uchun? Zo'r bayram benim için bugün. Nende bayram? Tatar şey tanımıyor yani. Nende bayram ekanini bilmagan için siz chiqdingiz somonda qo'ysa. Allah sizni majbur. Не может татарский как это. Allah sizni majbur etdilarmi? Yok majbur etdiler. O'zingiz tilab chiqdingizmi? Onda tatarlar da var. Onda var bizning kishilar. Ishonarga Krim bizga kelib, bizning bilan vasiyat ketganlar bir şatlanıp çıktım. Kerakmi ekan bunday yerlar bizga ortiq tug'ilmi ekan ular? Nega aytsangda yerlar bu? Yo'q, shit deb aytmayman men o yerni. O yer bilasiz mana eshik. Onda bizning yozuvchilar, tug'anlar, yol etganlar. Onda motor yer. Biz bit Sevastopolni как будто бы bizniki tugul deb, men ularga nindi Ukrainaga to'ladik o'xsha. Bu bizning yol eta turgan yerimiz. Конечно, конечно. Bizning xalqqa yol yeri kerak. Bu bir dengiz. Mana ilk bitinde Rossiya, Pochcha Rossiyasi Alyaskani Amerikaga bo'lib ketgan endi. Onsida bitdi. Onsida kerak deb aytasizmi? Onda olirga kerak deysizmi? Kerak, обязательно. Alyaskada. Конечно. Bu bitinde niyasida chek territoriya bir qaraganda qanday narsa kerakmi ekan? Kerak. Krimda xalq o'zi tilab keldi bizga. Ular o'zlari tilagi bo'lsa, yana kelsinlar. Bu Alyaskadagilar tilar ekan bizdagilarga. Ну, tilaklari bo'lmasa, конечно, bitmasga. Tilaklari bo'lsa qo'shilsinlar. Конечно, насильно bir narsa metrga yaramay hozir. Векам не умолить красы твоей. Да, мы сейчас готовим к отъезду машину, бензин. Добровольцы есть бесплатно, но бензин покупать надо.